Abituriyentlar uchun 96-2007 kitobimizdan oq to'plam deyiladi yoki mana bu abituriyentlar uchun 96-2007 kitobdan mavzularni ko'rib boshladik. Xudo xohlasa birinchi mavzusi natural sonlar ustida amallar va butun sonlar. Birinchi misoliga e'tibor qaratamiz. Birinchi misolida umumiy ko'paytuvchi nima ekanligini bilsak bo'ldi. Ya'ni 25 soni bizda umumiy ko'paytuvchi, ya'ni juftlikdan 4 ta juftlikdan 25 soni umumiy ko'paytuvchi qilib turadi. Keyingi juftlikda 23 umumiy ko'paytuvchi. Demak, boshlayman. Birinchi to'rtlikdan 25 ni chiqarib olaman. 26 minus 24. Keyingi juftlikdan 23 ni chiqarib olamiz. Umumiy ko'paytuvchi qilib 24 ayrilgan 22. Hop. Ko'paytirib qo'ysam ham bo'ladi. 80 16, ya'ni 96. Davom ettiraman. Ayirsak 2, ayirsak 2 qoldi. Shunda 25 kara 2 qo'shilgan 23 kara 2 ayrilgan 96. Davom ettiramiz. 2 yana umumiy ko'paytuvchi. Hozir 2 ko'paytirsangiz bo'ladi. Agar katta sonlarda ko'paytma katta son bo'lib ketib, ayirishga, qo'shishga xalaqit berish mumkin. Yana 2 umumiy ko'paytuvchi chiqarib olaman. 25 qoladi qolishida va 23 minus 96. Demak, qo'shsak 48 ayrilgan 96. 48 ni 2 ga ko'paytirsak 96. 96 dan 96 yansam 0. Birinchisini nechadan? Shu vaqt natijasi bizda Y javobini beradi. Demak, shunga o'xshash misollar bor. 3-misol ham shunga o'xshaydi va 4-chi, 7-chi misollar shunga o'xshaydi. 8-si ham shunaqa. 5-larni qo'shib boramiz. 9-si shunaqa. Keyingisi ikkinchi misoli. Ikkinchi misolida 4 amal, 4 amalni ketma-ketlikda bajarish. Bunda bo'lish, ko'paytirish, qo'shish, ayirish amallari birgalikda kelgan. Bu amallarni birinchi bosqich amallariga ajratib olib, ikkinchi bosqich amallari ko'paytiruv, ya'ni chap tomonga qarab bajariladi, keyin ko'paytiruv bo'lib va qo'shuv ayirish yana chap tomonga qarab bajariladi. 3-ish va 4-ish. Birinchi qiladigan ishimiz 12 ayrilgan 6 ni 3 ga bo'lib olamiz. 2 qo'shilgan 4 ni 2 ga ko'paytirib olamiz. 8. Shunda yana chap tomonga qarab 3-chi, 4-chi amallarni bajaramiz. Demak, 12 dan 2 ni ayirsak 10 qo'shilgan 8. Natijada 18 hosil. 18 degan javob bizda B javob bo'lar ekan. Yana shunga o'xshash misollar bor. Masalan, 5-si. 5-sini ham qisqacha yo'nalishni berib ketaman. 15 ayrilgan 9 bo'lingan 3 qo'shilgan 4 kara 3. Shunda ikkinchi bosqich amallarni birinchi ko'paytirish bo'lish bajarib olaman. 15 ayrilgan 3 qo'shilgan ko'paytirsak 12, 15 dan 3 ni ayiraman. 12, 12 dan 12 ga 12 ni qo'shsam 24 hosil bo'ladi. Hop, shunga o'xshash misol bor yana. 6-si. 6-si ham shunga o'xshaydi. Endi umumiy ko'paytuvchi chiqarishga doir yana bitta misolni ko'rsatib ketaman. 3-misoli. 3-misolni berishini yozib olaman. Birinchi 18 u 36 minus 16 ko'paygan 36. Qo'shilgan 24 ko'paygan 27 ayrilgan 25 ko'paygan 24 ayrilgan 21 kara 5. Shunda umumiy ko'paytuvchi 36, bu misolimizda 36 umumiy ko'paytuvchi to'rtlikdan va keyingi to'rtlikdan 24 umumiy ko'paytuvchi. Shunda 36 ni chiqarib olaman. 18 ayrilgan 16 qo'shilgan 24 ni chiqarib olaman ikkinchi to'rtlikdan. 27 ayrilgan 25 va 105, ya'ni 20 ni 21 ni 5 ga ko'paytirib olaman. Ayirsak 2. Shunda 36 yana 2 qo'shilgan 24 kara 2 ayrilgan 105. Hop, umumiy ko'paytuvchini 2 chiqarib olamiz 2 ni. 36 ga 24 ni qo'shaman. 36 qo'shilgan 24 hosil bo'ldi.
va ayrilgan 105. 36 ga 14 ni qo'shsam 60, 2 kere 60 ayrilgan 105. Shunda 2 kere 60 120, 120dan 105 ni ayiraman. 15 hosil bo'ldi. 15 degan javob bizda D javob. Keyingisi o'taman. Keyingisi 7-si ham xuddi shunaqa. Umumiy ko'paytiruvchi tanlab olish. Bunda 7-sida umumiy ko'paytiruvchi 17, keyingisida 15, keyingisida 13 bo'lar ekan. 8-si ham shunaqa, 9-si ham shunga o'xshash. 10-misolga o'tsak bo'ladi. 10-misolda yozib olaman birinchi 27000. 10-misolda 27048 ko'paygan 27044 ayrilgan 27047 va 27043. Bunda 5 xil yo'nalish bor. Birinchisi eng kattasini belgilasak bo'ladi yoki o'rtacha keyingi kichkina kattasini yoki keyingisini yoki oxirgisini. Xohlasangiz ko'paytirib ko'ring, vaqt topib qo'yadi. Shuning uchun biz belgilash usulidan foydalanamiz. 27043 ni A deb belgilaymiz. Bunda 27043 qo'shilgan 5, 27043 qo'shilgan 1 minus 27043 qo'shilgan 4 va 27043. Shuni A deb belgilaymiz. Demak, A qo'shilgan 5, A qo'shilgan 1 minus A qo'shilgan 4 ko'paygan. Qolsa ochib chiqaman. A ni ko'paytiraman. A kvadrat bitta A va 5 ta A plus 5 A birga ko'paytirdim minus A kvadrat minus 4 A. O'xshashlar bor. Hisobini olaman. A kvadratdan ayrildi. 5 taga 4 bittani qo'shsam 6 ta A, 6 tadan 4 tani ayrsam 2 ta A qoldi va qo'shilgan. A kvadratdan ayrildi va 4 taga 5 tani qo'shsam 6 ta, 6 tadan 4 tani ayiraman. Shunda 2 ta A hosil bo'ldi. Qo'shilgan 5. A ni o'rniga 27043 ni qo'yamiz. 2 kere 27043 qo'shilgan 5, 2 ga ko'paytirib 5 ni qo'shsam 54091 bo'ladi. Bunda bizda D javob. Keyingi misollarga o'tamiz. Navbatdagi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz 29-misol. Shunga o'xshaganligi uchun berib ketaman. 2001 ko'paygan 2004 ayrilgan 2002 ko'paygan 2003. Bunda kichigini belgilashni tavsiya qilamiz. Kichigi 2001, ya'ni A deb belgilab oldim. 2001 qo'shilgan 3, ya'ni A plus 3. Ayrilgan 2001 qo'shilgan 1, keyingisi 2001 qo'shilgan 2. Shunda A plus 1 va A plus 2. A deb belgilab oldim. Siz xohlasangiz boshqa harf bilan belgilab oling. Qolsilarni ochib qo'shadi. A kvadrat plus 3 ta A minus A kvadrat qarama-qarshi o'zgartiradi. Manfiy ishora shunda minus 2A bo'lar ekan. Plus A minus A plus 2 minus 2. Demak, o'xshash xatlar bor hisoblayman. 3 ta A, 2 ta A minus 3 ta A va plus 3 ta A bilan ayriladi. Natijamiz minus 2 bo'lib qoladi. Bu 29. Yana bitta shunga o'xshashi bor. Buni 11-misol, 11-misolni o'zingiz eng kichigini belgilab ishlab qo'ysangiz bo'ladi. Keyingisini o'tiraman. Keyingi ko'rinishimiz 13-misol. 13-misolda aytyaptiki, 6 ni biror bir songa ko'paytirilganda hosil bo'lgan ko'paytmaning oxirgi ikkita raqami 44 bilan tugaydi. Buning ikki xil yo'li bor. Sizga o'zim tushungan biror soddaroq yo'lni ketaman. Hokazo 44 bilan tugaydigan sonni bo'lsam 6 ga va hokazo nima bilan tugaydigan son hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda sonlar bo'lgan uchun bir qarz olib berdim 14 bo'ldi. 14 ni 6 ga bo'lsam
2'dan 12 ayiraman. Ayirganimda 2 qoldi qoladi. 24 tushiraman. 6 kere 4 24. Yani 4 dan va hokazo 24 bilan tugagan sonni va hokazo 24 bilan tugagan sonni 6 ga ko'paytirsam va hokazo 44 bilan tugagan son bilan hosil bo'ladi. Ya'ni A javobdagi ifoda bo'ladi. Keyingisiga o'taman. Keyingisi 15-si. 15-da tub sonlar, ya'ni 50 tagchi tub sonlar nechta ekanligi so'ralgan. 50 tagchi tub sonlar bu o'ziga va birga bo'ladigan sonlarni nechtaligini aniqlashimiz. Boshlaymiz. Aniqlashda eng kichik tub son 2 o'ziga bo'linadi va birga bo'linadi. 3 o'ziga bo'linadi, birga bo'linadi. Keyingisi 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 degan boylik 15 degan javobimiz bizda B javobda. Keyingilari yana 27 ta umumiy ko'paytuvchi holat 25 shunga o'xshash bo'lgani uchun belgi etaman. 25 ni 25-misolda ketma-ketligi berilgan 1 2 3 15 17 23 24 169 289 va 361 sonlar orasida, ya'ni ketma-ket sonlar orasida nechta tub son bor degan savol qo'yilgan. Tub sonlar o'ziga va birga bo'linadigan sonlar, ya'ni 1 2 3 17 o'ziga va birga bo'linadi, 23 o'ziga va birga bo'linadi. 24 murakkab son, bu tub sonlar qatoriga kiritilmaydi. 169 13 ga bo'linib qoladi. 209 17 ga bo'linadi, 361 19 ga bo'linadi. Demak 25-misol ham sizga tushunarli bo'ldi. Keyingisi 26-misol. 26-misolda 7 ga karrali ikki xonali sonlar nechta deb savol qo'yilgan. Bu misolda, ya'ni ikki xonali sonlarni 26-misolda kichigi 10 dan boshlanadi va 99 da tugaydi. O'sha 99 ni bo'lib olaman 7 ga. 7 ga bo'lganda 9-da bitta bor. 7 ayirsaga 2 9 ni tushirdim. 29-da 4 ta bor. Ya'ni 14 ta. Bu nima degani? Bu 1 dan boshlab 99 gacha bo'lgan sonlar orasida 7 ga karrali sonlar 14 degani. Bizga faqat 10 dan boshlang degan. Bular orasida 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar orasida 7, ya'ni 7 ga bo'linadigan son borligi uchun 14 dan 1 ni ayirib qo'yib 13 ta bor dedik. 10 dan boshlab 99 gacha bo'lgan sonlar orasida 13 ta 7 ga karrali son bor. Endi keyingilarga o'tamiz. 30-savol bor. 30-savolda dastlabki 100 ta natural sonlarni yozganda 7 raqami necha marta takrorlanadi degan savol qo'yilgan. Dastlabki 100 ta raqam, bu dastlabki 100 ta raqamni 100 ta sonni yozganda, ya'ni 101 dan 100 gacha bo'lgan sonlar. Bu sonlarni bu joyni bitta chalg'itadigan joyi bor. Misolda o'sha chalg'itadigan joyni sal tushuntirib ketaman. O'zi aslida boshqa narsa bilan tushuntirishim kerak. Bittalik yozib tushuntirib ketaman. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarda 7 raqami 7 da bor, 7 sonida bor, 17 da bor, 17, 27, 37 va 47, 57, 67. Mana shu joyda chalg'iydigan ko'pchilik o'quvchilar chalg'imoqchi joyda 70, 71, 72, 73, 74, 75 chalg'iydigan joyni eng pik nuqtasiga keldik. 77 da 2 marta takrorlanadi. Shu joyga chalg'itsangiz bo'ldi. 78, 79, 87, 97. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mana shu deganda 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ta. Bor yo'g'i 20 ta 7 raqamni takror.
Keyingi savol 17-savol. 17-savolni men vaqt ketmasligi uchun, ko'p vaqt qolmasligi uchun tayyorlab qo'ydim sizga. Shunda 48 ning natural bo'luvchilari yig'indisini aniqlash uchun 48 ni tub ko'paytuvchiga ajratib olamiz. Tub ko'paytuvchiga ajraldi. 48 da nimalar bor? 2 dan 4 ta, 3 dan 1 ta. Shu joyda qo'shimcha qilib ketmoqchiman. 48 ning natural bo'luvchilari sonini aniqlash uchun tub ko'paytuvchiga ajratib natural bo'luvchilari soni. Kanonik yoyilmasini topib, kanonik yoyilmasidagi sonlarning darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirib qo'yishimiz kerak. 4 ga 1 ni qo'shaman va shuning darajasidagi soniga 1 ni qo'shaman. Shunda 5 yana 2 10 ta natural bo'luvchisi bor. Shundan ikkitasi tub bo'luvchi. Bir tub son ham, murakkab son ham hisoblanmaganligi uchun 1 ni chiqarib tashlasak, 1, 2 ta tub son, 7 ta murakkab bo'luvchisi bor. 1 dan tashqari va 2 bilan 3 dan tashqari 7 ta murakkab bo'luvchisi bor. Demak, natural bo'luvchilari 10 ta, tub bo'luvchilari 2 ta, tub bo'lmagan bo'luvchilari o'z aslida 8 ta deyiladi. Agar murakkab bo'luvchilar hisoblansa, 1 ni ham olib tashlab 7 ta qabul qilamiz. Endi natural bo'luvchilar yig'indisiga qaytaman. Natural bo'luvchilar yig'indisini topish uchun sonni tub ko'paytuvchiga ajratib, kanonik yoyilmasini topib, kanonik yoyilmasidagi sonlarning darajalariga 1 ni qo'shib, undan 1 ni ayirib va o'sha tub sonlardan ayirib 1 ni ayirib bo'lib qo'yishim kerak. Ya'ni 2 ning 4-siga 1 ni qo'shaman, 2 ning 5-siga, ya'ni 2 ning 5-si 32 ayrilgan 1 taqsim 2 ayrilgan 1 ko'paygan 3 ning kvadrati ayrilgan 1 taqsim 3 minus 1 natural bo'luvchilari yig'indisi 2 ning 5-si 32, 32 dan 1 ni ayiraman 31, 31 ni 1 ga bo'lsam 1 ko'paygan 9, 9 dan 1 ni ayiraman 8, 8 ni 2 ga bo'laman, ayirmasi 2 bo'lganligi uchun 4. Shunda natural bo'luvchilari yig'indisi 124 ga teng ekan. Bu 124 bizda 17-savolda D javob bo'ladi. Keyingi misolga o'taman. Keyingi misolimiz 24-misol bo'ladi. 24-misolda sizga 999 ni kvadrati berilgan. Buni ikki xil usuli bor. 999 ni bir-biriga ko'paytirib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki 1000 ayrilgan 1 ning kvadrati qilib hisoblab qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yig'indining ayirmaning kvadratidan keladi. Ya'ni ayirmaning kvadratida birinchi sonning kvadrati, ikkala sonning ko'paytmasi, ikkinchi sonning kvadratidan hisoblab qo'ysangiz ham bo'ladi yoki 1000 ning kvadrati degani o'sha 1 ning orqasidan 2 marta yoziladigan nollar ayrilgan 2 kara 1000 plus 1. Demak 1 million dan 2000 da ayiraman. Qo'shib qo'yaman. Shunda hozir natijamiz 998.001 bo'lar ekan. Bizda B javob bo'ldi. Keyingi bir nechta misollarimiz qoldi. Bu misollarimizda ikkita asosiy joylarni aytib ketishim kerak. Yana pauza. Keyingi savolimiz 19 va 20-savolga to'xtalib ketaman. 21 bilan 18 shunga o'xshash. O'zingiz mashq ko'rasiz. Boshladik. Ya'ni bizga aytayaptiki 1 dan 70 gacha bo'lgan sonlarning raqamlari yig'indisi. Ya'ni 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar va 10 dan 19 gacha bo'lgan sonlarning raqamlari yig'indisi va hokazo 50 gacha bo'lgan sonlarning raqamlari yig'indisi. Hozircha 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlarning raqamlari yig'indisi. Qulay joyda qo'shib ko'rsatib ketaman. Qo'shsam 10 20 30 40 5 yani 10 20 30 45 demak 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlarning raqamlari yig'indisi 45. Keyingisida 10 dan boshlandi. 10 dan 19 gacha bo'lganlar raqamlari adashib ketmang. 1 dan 10 dan
70gacha bo'lgan sonlar emas, sonlarning raqamlar yig'indisi. Raqamlar yig'indisi haqida gapirdi. Shunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta. Bir yoki 10 ta bir, 10. Mana bu 1 bilan 9, 10. Qulay usulda qo'shishni boshlaymiz. 2 va 8, 10. 7 va 3, 10 beradi. 6 bilan 4, 10 va bitta 5. Shunda 1, 2, 3, 4, 5, 50, 55. Demak, 10 dan 19 gacha bo'lgan sonlarning raqamlari yig'indisi 55 ga teng. Shunda men tayyorlab qo'ydim sizga vaqt ketmasligi uchun. 1 dan 9 gachaniki 45, 10 dan 19 gachaniki 55, 20 dan 29 gachaniki 65, va hokazo 70 dan 79 gachaniki 115. Shundan kelib chiqib, 1 dan 50 gacha bo'lgan sonlar raqamlarni topish uchun shu sonlarni qo'shib qo'ysam bo'ladi. Yani 45, 55, 65, 75, 85, 95, 95 deganda biz 59 gacha keldik. 59 gacha emas, 1 dan 50 gacha kelaydi. Shu joyda mana shu joyda eng kerakli bo'lgan joy bor. 85 ga, ya'ni 40 dan 49 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi 85 ga teng. Bizdan 49 gacha emas, 50 gacha, 50 ning ham raqamlari yig'indisi qo'shilishi so'raladi. Demak, shunda qo'shaman 5 bilan 0 ni. Nimagaki 50 ni raqamlari 5 va 0. Jami hammasini qo'shadigan bo'lsak 100, 45 ga 55 ni qo'shsam 100, 10 ning yo'li 13, 14, 140, 140 va yana 90. Buni 10'ini olaman 100 bo'ldi. 100, 200, 10 olsam 300, 330 ga teng. Demak, 1 dan 50 gacha bo'lgan sonlarning raqamlari yig'indisi 330 ga teng bo'ldi. Keyingi misolda 20-misolda 1 dan emas, 21 dan boshlaydi. Ayrim aytadiki, ayrim so'zlar formulasi bor, bir qulay qoidalari bor dedi. Biz umumiy qoida berib ketamiz sizga. Ya'ni 1 dan boshlab 70 gacha aniqlang deyman. Va keraksiz joyi bizga 21 dan boshlab kerak, 21-sondan boshlab kerak. O'sha sonlarni aniqlash uchun 1 dan 70 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisidan 1 dan 20 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini ayirib umumiy holda hammasiga to'g'ri keladi. Demak, boshlayman. 1 dan 70 gacha 45, 1 dan 9 gachasi, 10 dan 19 gachasi 55, 65, 75, mana bular topib qo'yapman. 85, 59 gacha bo'ldi. 95, 59 gacha 105, 105 bu 69 gacha bizga 70 ham kerak. 7 ning raqamlarini yig'amiz. Endi hisoblayman. 100, mana bu 55 ga 45 ni qo'shsam 100, 65 ga 75 ni qo'shsam 140, 85 ga 95 ni qo'shsam 180 va 105. Bizda 7 bilan 0 ham bor. Esdan chiqarib qo'ymasimiz kerak. 100, 200, 300, 400, 400 40 ning 20'sini olib qo'shsam 500 bo'ldi. 500 dan 25, 525 ni 7 ni qo'shaman. 500 33, 32, 532. Ana endi bizga kerak emas joyi 1 dan 20 gacha bo'lgan joy. 1 dan 9 gachani hisoblayman. 45, 1 dan 9 gacha 45, 10 dan 19 gacha 55, 20 dan 29 gacha kerak emas bizga, faqat bizga 2 bilan 0. 100, 102. Shunda 532 dan ayirsak 102 ni natija hosil bo'ladi.
500'ü 430. 430. Demek ki yana qanday tushuntirmoqchi joyda 1 dan 70 gacha aniqlab oldim va keraksiz joyi 1 dan 20 gacha. 1 dan 20 gacha aniqlab, biz tayyor qoldik bu. 1 dan 20 gacha aniqlab, ayirib qo'ya qoldik. Bu 20-chi misol. Yana ikkita misolimiz qoldi. Shu ikkita misolni tushuntirib beraman. Siz uchun atayin bir asosan bir ikkita misollarni qoldirib ketyapman. Agar ishlab ko'rganingizni tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qo'ysangiz, sizga alohida video chiqarishga harakat qilaman. Demek oxirgi nuqtaga keldik. Bu misolimiz siz uchun qanchalik o'tirmaydi, chunki juda ham oson. Va oxirgi misollardan biri, men oxirgi gapni olib qo'ydim. E'tibor qaratasiz. ABC 3 xonali son, 3 xonali sonligini ustiga chizilgan chiziqcha bilan aniqlaymiz. Matematikada DS va bu ham 3 xonali son qo'shsak 4 xonali son hosil bo'ladi. Demak, e'tibor bering, 3 xonali songa 3 xonali sonni qo'shsak 4 xonali son hosil bo'ldi. Harflar har xil bo'lganligi uchun sizga misol tariqasida bir tushunarli bo'lishi uchun qo'shimcha ma'lumot berdim. 9 8 7 plus 6 5 4. Yoki sizga yana ham tushunarli bo'lishi uchun qanday raqamga shu raqamni qo'shsam, oxirgi raqam o'zi hosil bo'ladi. Bizga ko'pga yozgan 0 qo'shilgan 0. Ya'ni C 0 demoqchiman. Qanday 0 bilan tugagan sonni yana o'sha 0 bilan tugagan songa qo'shsam, qanaqadir F va oxirgi 0 bilan tugagan son hosil bo'ldi. E'tibor bering, 9 8 7 6 7 6. Tushunarli bo'lishi uchun har xil raqamlar, har xil harflar bo'lgani uchun har xil raqamlar oldim. Endi S'ga qo'shganimizda C hosil bo'ldi. Bitta raqam tayyor. Ya'ni C 0 ga tengligi ma'lum bo'ldi. E'tibor bersangiz, mana shu sonlarni qo'shsangiz ham 2000 ga bora olmaydi. 1000 bo'lishi mumkin, 1000 qancha bo'lishi mumkin. Shuning uchun F ni shu joyda aniqlab qo'ydim. 1 ga tengligini, 1000 ga oshadigan son. Endi men aytyaptiki, F ning A plus 1-darajasi va B plus D ning 2-darajasi aniq. Biz F ni aniqlab oldik. F ning qanaqa darajasi bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni 1 ning qanaqa darajasi bo'lishidan qat'iy nazar, ixtiyoriy darajasi ham 1 ga teng qo'shilgan. Qanaqa sonlarni, har qanday sonning 2-darajasi, ya'ni 0-darajasi bu ham 1 ga teng. Bizga yig'inda berilgan ekan. Bir ayrim holatlarda ko'paytirib beradi, ko'paytirib hisoblaydi. Qo'shib qo'ysak 2 bo'lar ekan. Demak, bu javobimiz C javobda. To'plamning natural sonlar biza to'plam axborotnoma 96.2007 kitobimizning birinchi mavzusini oldinga kelgancha yoritishga harakat qildik. Bir nechta misollar qoldi. Shu misollar sizda o'zingizda agar savol bo'ladigan bo'lsa, bizga kommentariyaga belgilab qo'ysangiz, o'sha savollarni ham yana aytib aytganimizda qo'shimcha video qilib tahlil qilib beramiz. Tushunmagan savollarni biza kommentariyada yozib beraverasiz. Keyingi mavzularni yoritishga harakatni boshlaymiz va ikkinchi mavzu, keyingi mavzular, keyingi videolarda bizni kuzatib boring. Sizga ilm ulashishda harakatni boshladik. O'sha harakatimizda qo'llab-quvvatlab tursangiz, biz ham sizdan kuch olib, qo'llab-quvvatlaganinizdan, reaksiyalaringizdan kuch olib, qo'limizdan kelgancha yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Boshlanishi, yaxshi videolar ancha oldinda. Rahmat hammaga.